Yana bir narsa. Mana stadionlarimiz bor, tennis do'konlarimiz bor. O'shalarga yarasha sportchilarimiz yo'q hozir. Mana boksyorlarimiz bor, lekin zo'r futbolistlarimiz yo'q. Mana O'zbekiston terma komandasi bu yil jahon chempionatida qatnasha olmadi. Qatnashamaydi endi. Nima sababdan? Chunki yo'q hech kim. Yangi yer komandasi tarqab ketgan, o'rni fermerlarga bo'lib bergan. Ular unisi ham unday bo'ldi, bunisi bunday bo'ldi. Bitta Mirzo Qosimov bordi, u ham pensiyaga chiqib trener bo'lib tutilibdi ham. Chunki Mirzo Qosimov bir o'zi zo'r o'ynagan bilan qolganlar bo'lmaganiga chatoqda. Mana televizor ko'rib o'tiring, biznikilar tepadi. Varatan tepasidan 20 metr balandlikdan o'tib ketsa, yana futbolchilarimiz qanday qilib qoldi? Deb qoldi. Deb qo'yadi. Buni sal qolgandaydi gol bo'lishiga. Oho, u yoniga ham bormadi, yaqinlashmadi-yu. Ustiga yana bitta varata qo'ysang ham uni tepasidan o'tib ketadi. Yana orqasiga qarab qoladi. Ketib ketamiz. Bunaqa moment birinchi marta bo'lishi mana dedi. U undan ham oldin, undan ham baland ketayotganda u. Qarshi turgan joyda tepaga qarab tepgan mashinasiga. Varata yo'qda bo'lgan. Bunaqa futbolistlar bizga kerak emas. Zo'r o'ynagan paytlari ko'p bo'lyapti. Ayniqsa katta-katta mamlakatlarni terma komandasi kelib qolsa O'zbekistonga, zborniy komandalari, zo'r komandalar hammasini qo'sh tegmasi, enasini ko'rsatib chiqarib yuboryapti. Enasini ko'rsatib chiqarib yuboryapti. Lekin o'zlari ham chetga chiqsa, enasini ko'rib qaytib kelyapti-da. Endi hisob qarang, 6-1, 5-0, 4-0 da pastga tushmaydi. 7-2, mana shu yerda xokkeyni shotda yurishadi. Ko'rgan odam shu yil O'zbekiston jahon chempionati chiqadi deb o'ylaydi. Kelgandan keyin yo'q bo'ladi qoladi. Mana masalan, Rossiya zbornisida kechirasizlar, Braziliyada ham bor, boshqa yerdan kelganda ham bor. Bizda yo'q ko'rsa emas, hammasi o'zimizniki. Trener ham o'zimizniki. Trener almashibdi. Rossiyadan zo'r trener olib kelganimiz. Zo'rimi shu, menga cho'tta uni familiyasi yoqmayapti. Подозрительный familiya. Familiyani qarang, не помнящийmish. Hech narsa eslamasmishda. Qayerdan topgan bu odamni? Siz Afrikani bir burchagidan Kamerun degan komandani topib olib, jahon chempionatigacha olib chiqdingiz. Butun jahon Kamerunga balet qildi. Biz ham xuddi o'shanday, o'sha siz это же вы, desa, это разве я bildirmish? Да, это же вы, что-то не помню, ребята, dermish. Eslolmayapti. Endi O'zbekiston keldi, men eslaydi hayronman. Hozir shuymish, o'zimizdan chiqmaguncha trenerlar, futbolistlar bar futbolga yalchimaymiz masalan. Shuning uchun hamma onaxonlardan iltimos qilaman, kelinlarga iltimos qilinglar, tug'ilayotgan chaqaloq futbolist bo'lsin deb yursin ichida. Albatta futbolist bo'ladi o'sha. O'g'il tug'ilsin va futbolist bo'lsin deylar. Albatta bo'ladi. Mana jahon chempionatida qayerdagi komandalarga biz muxlislik qildik-da. Masalan, men Fransiyaga kimdir, Braziliyaga kimdir, Italiyaga kimdir, Angliyaga kimdir, Germaniyaga balet qildi. Yo'q o'zimizning komanda. Biz ham rozi edik. O'zbekiston terma komandasi biz ham xohlardik. Samolyotga o'tirib, tantanali ravishda kuzatib qo'ysak, ular uchib borib Germaniyaga bir marta qo'nib, o'ynamasa ham mayli edi. Bitta maroj deb qaytib kelsa mayli edi. Tomosha qilib qaytib kelsa mayli edi. O'zimizni aeroportga ham chiqa olmadi-ya. O'zbekiston degan katta bir mamlakatni nima bir olib chiqa olmaymiz. Olib chiqamiz. Faqat onaxonlardan iltimos. Shunaqa futbolistlar tug'ilishi kerak. Va bor yoshlar orasida shular tarbiyalashimiz kerak. Hadi ish beravermasdan futbolga bordik. Braziliyada yoshligidan futbolga qatnashgan qarib qolsa, o'yna olmasa o'zi muxlis bo'lib o'tirar ekan. Bizdachi yoshligidan choyxonaga boradi, qarib qolib pensiyasi yana choyxonaga borib o'tiradi. Bir umr choyxonada o'tiradi umr. Yoshligida abad qilgan choyxonaga kiradi, og'aynilar bilan kiradi, qarigandan keyin qaqam boraman endi choyxonaga chiqadi yana. Ular bir umrga stadionda umr o'tib ketar ekan. Mahalla o'ynatib, yoshlar tayyorlab berar ekan. Muxlislar.
O'shuning uchun men aytyapman, ajab emas. O'zbekiston ham masalan zo'r o'ynab. Mana masalan Fransiyaga balo borman, men Fransiyada bo'lmaganman, eshitganman, lekin Fransiyaga bayt qildim. Ko'rgan bo'lsangiz, Zidan o'yinning oxirida qovun tushirdi. Bunaqasi bo'lmagan. Bittasini bitta kalla qo'y ag'darib qo'ysa-deng. O'yinni to'xtatib qo'ydi. O'yin tamom. O'zi bitta odam kam o'ynayotdi, unisiga bir kalla urib ag'darib qo'ydi. Xolos, bunisi keldi, bunisi keldi. Bakoylar keldi, maslahat bo'ldi. Telefon qilib sotuvdi kimgadir, oxirida qizil kartochka. Shunda ko'rsatdi-da Zidanni chiqarib yubordi-yu. Bitta o'zi Zidan o'ynab turdi zo'r. O'yin 40 ga chidagan biriga chidalmadi. Butun jahonni devordi-da. Buni qatorda biz o'zbeklar ham 2 minut qolganda ham oxirgi o'yini buni prashalni matchi edi bu. Qarang, qovun tushdi-da. Padaringanlarning o'yinni buzdi deb buni so'kadi, buni so'kadi. Men aytib, "To'g'ri qiladi" dedim. "To'g'ri qildi" dedim. Hech qanaqangi aytdi dedim. So'kadigan joyi yo'q. Zidan praf dedim. Mana ko'rgan bo'lsanglar, men o'z ko'zim bilan ko'rdim. Zidanda hech qanaqa aybi yo'q edi. Poland bir chekkasidan ketayotdi. Bir chekkasidan ketayotdi. 2 metr narida italiyalik futbolchi kelyapti. Shu birisi deb qo'ydi-da. Bu eshitib qoldi, biz eshitmadik. Shart to'xtadi. Nima dedi? Bu narsa dedingmi dedi? Shunday oldi keldi-da, ko'kragiga lazerni persek bilan jiq deb bitta qo'ydi-da. Nima deydi? Tabi yerga tushdi-da, chala so'lgan xo'rozga pitirladi qoldi, tamom. Bunaqasi bo'lmagan. Butun jahon devordi. Pitirlab bu yotibdi, sudya yugurib keldi, vakoylar keldi, maslahatlashib, savishani bo'ldi. Katta qaror chiqarishib, qizil qog'ozni ko'rsatuvdi. Zidan shart chiqib ketdi. Qo'rqmadi. Kalla qo'yishgan qo'rqmadi, chiqib ketishgan qo'rqmadi. Shart chiqib ketdi. Oxirgi o'yini qo'rqmadi. Nima uchun? Chunki Zayniddinda u. Bu o'zimizni O'zbekistondan chiqqan futbolist u. Ota-bola tagi O'zbekistonlik buni. Qarang, o'zbekligi bor, qiziqqanda. Qarang, haqiqat talab qildi. Qo'rqmadi. Hey dedi, chempionatingga ham dedi. O'sha oltindan bo'lgan kubogingga ham dedi. Yurakda qarang, qo'rqmaganini qarang. O'yiningga ham dedi. Stadioningga ham dedi. Stadioningni direktoriga ham dedi. Sudyalaringga ham dedi. Aynisi bakovoylaringga dedi. Va meni tomosha qilib o'tirgan 150 ming tomoshabiningga ham dedi. Va televizorda ko'rib o'tirganlaringga ham dedi. Hammaga dedi. O'zbekda shata chiqib ketdi. Hamma devordi. Endi Zidan tamom toshbo'ron bo'ladi, Fransiyaga kiritilmaydi deganda bo'lmagan gap. Ertasiga Italiya hammani esdan chiqib ketdi, chempion bo'lgan, hech kim eslamaydi hozir. Zidanni har kuni ko'ryapmiz televizorda. Entuga qo'ysang ham kalla qo'yapti, Rentuga qo'ysang ham kalla qo'yapti. Buyoqqa olsang ham kalla qo'yapti, buyoqqa olsang ham kalla qo'yapti. O'zbekiston birinchi kanali kalla qo'yapti, ikkinchi kanal yoshlar, sport, unisi, buni Toshkentga kalla o'shirib qo'ysang ham kalla qo'yapti-da. Shunaqa bir mashhurlik keldi. Zidan toshbo'ron bo'ladi deganlik bo'lmagan gap. Jak Shirakni o'zi kutib oldi. Odamlar chempionlardan kutgandan ziyod kutib oldi. Butun Fransiya ko'chaga chiqdi. Italiya hech kim esda qolmadi. Shu shaxsan Jak Shirakni o'zi Zidanning yoniga bir rasmga tushdi-yu. Jahonga ko'rsatinglar. Bu haqiqiy erkaklik ishini qildi bu dedi. Kalla qo'yib to'g'ri qilding bolam dedi. Yerda kalla qo'yish kerak dedi. Senga oltindan bo'lgan kubik kerakmi dedi. Yo'q, kerak emas dedi. Bo'ldi dedi. Nima kerak bor? Kerak bo'lsa men senga 50 ta shunaqa kubik yasatib beraman dedi. Lekin sen dedi, o'shandan qolib ketmaydi deb sen bizdan voz kechmading. Sen Fransiyani obro'sini saqlab qolding sen dedi. Or-nomusini saqlab qolding sen dedi. Sen dedi, Napoleondan keyingi ikkinchi tarixiy qahramonga aylanding dedi. Haqiqatan ham shunaqa mashhur bo'lib ketdi. Hozir ham ko'rsa, multfilmlar chiqib ketdi. Butun jahon Zidan qaysi mamlakatga borsa, o'rnidan turib kutib olyapti emish, qarang. Qarang, bizni ishxonamizga kesitib katta korporatsiyalar Zidanni kutyapti bunday qilib. Milliard pul o'tkazamiz shu yerga. Kesin
Faqat bizni ishxonamizga kelsindirmish. Ana mashhurlik. O'yinni oyoq bilan boshlagan Zidan bosh bilan tugatdi. O'ziga o'zi haykal qo'ydi. Ertaga boshqa futbolchilar hammasi esdan chiqib ketishi mumkin. Zidan esdan chiqmaydi. Tarixiy odam bo'lib qoldi. Shuning uchun onaxonlar, singillar, keyingi tug'iladigan chaqalar hammasi Zidanga o'xshagan kalla qo'yadigandan bo'lsin. Ronaldinhoga o'xshab yuguradigandan bo'lsin. Va O'zbekiston jahon chempioni bo'lib turgan gap butun hamma yoqqa shov-shuv bo'lsin. Eng qimmatbaho o'yinchilar qayerda desa, Braziliyada emas, O'zbekistonda degan gap kerak bizga. Woo!